Laylo bo'lgan ekan. To'rt qator aytib berasizmi? Mayli. Aytib bering. So'zmi, ohang bilan? Ohang bilan. Balki o'chgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdimmi? Laylo, Laylo seni yoningda, birdan ko'rmoqchi edim o'zimni. Dilnavozim dilabgorim yoningga o'chay Laylo. Hislarimni yo'llaringga marjondek sochay Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Hay jon Laylo. Dadaxon aka, bu ovozingizni eshitgan odam sizni 82 ga kirgan demaydi. Demaydi. Ovozingiz o'sha yoshligingizdagiday saqlanib qolibdi. Hali chiqarganim yo'q hammasini. Shunaqami? Zapasda bor.